Şərq Türkistan sürgünde hükümeti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşünlərini qızğın qarşı alırız. Avustraliyada yaşaydigan Yexan. Xitaychadan Uyg'urchaga tarjima qilganda Yava Xitoy ma'nosida keladigan taxallusga ega bir Uyg'ur 27-iyul kuni xalqarалық nupuzliq matbuot Foreign Policy, ya'ni tashqi siyosat jurnalida Sharq Turkistonga mustaqillik shuarlari Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini hal qilishga yordam qilmasligi mumkin sarlavlik la'natlik bir maqolani e'lon qilib, Sharq Turkiston mustaqillik harakatining Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik masalasini hal qila olmaydiganligini, balki Sharq Turkiston xalqining normal haq-huquqlarga erishishiga to'salg'i bo'lganligini yozish orqali xalqaradagi davlat va jamiyatlarga Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini xohlamaydiganligini, Xitoyning qo'lida hurlikka, erkinlikka erishgili bo'ladiganligini, hozir yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikning tasodifiy yuz berayotganligidan iborat ta'sirini berish orqali Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishining oldini to'sishga tirishgan. Acaba bu avtor Sharq Turkiston tarixini Xitoy ma'rifida o'rgangani bo'yicha o'zlashtirgan farqsiz birimi? Sharq Turkiston Xitoy davomliq deb kelayotgandek azaldan Xitoyning ayrilmas bir tarkibiy qismi emas. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar Xitoyning oz sonli millatlari emas. Sharq Turkiston Xitoy tarafidan qonunsiz ishg'ol qilingan bir davlat. Xitoy Sharq Turkistonni mustamlaka qilgandan keyin Sharq Turkiston xalqiga nisbatan osmolasiya va yo'qotish siyosatini yurgizib kelayotgan bo'lsa-mu, Sharq Turkiston xalqining Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamlikasini yo'qotish, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, shu orqali haqiqiy hurlikka erishish ko'rishining to'xtab qolgani yo'q. Tarix shuni isbotladiki, Xitoyning har qanday partiya va guruhlari o'ziga o'xshamaganlarni inson qatorida ko'rmaydi. O'ziga o'xshamaganlarga nisbatan osmolasiya qilish va yo'qotish siyosatini yurgizadi. Xitoyda rahim shafqat, marhamat yo'q va bu abdul abad o'zgarmaydi. Xitoydan shafqat, rahmat, marhamat tilash do'tlik, xoinlik. Sharq Turkistonda hozir yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikning tek sababi Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan mustamlaka qilinganligi va bu irqiy qirg'inchilikni tugatishning birdan-bir yo'li Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish. Sharq Turkiston mustaqillik harakati Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik masalasini hal qilib qolmasdan balki Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning abdul abad xotirjam, hur, baxtiyor yashashini kafolatlantiradigan bir kelajak yaratish uchun kurash qiladi. Avstraliyada yashayotgan Belgiyadagi Katolika universitetida falsafa fanlari bo'yicha doktorlik unvoniga erishgan o'limdan battar Uyg'ur qatliami haqida qayta o'ylanish. Uyg'ur qatliamining avtori, Uyg'ur ziyolisi Mantimin Ala apandi bilan Sharq Turkiston sürgünde hukumatining bosh ministri, Sharq Turkiston Milliy Uyg'onish tashkilotining qurg'uvchisi Salih Xudoyor apandi hamkorlashib Yexanning maqolasiga raddiya berish maqsadida yozgan 11 avgust Foreign Policy, ya'ni tashqi siyosat jurnalida e'lon qilingan Sharqi Turkiston uchun mengiladigan birdan-bir yo'l Sharq Turkistonning mustaqillik yo'lidir. Xitoy mustamlikasi Uyg'ur qatlamining tub manbaidir sallavlik maqolasini diqqatingizga sunamiz. 27-iyul Tashqi siyosat jurnali mustaqillik chaqiriqlari Uyg'ur masalasiga yordam bermaslik mumkin sarlavlik maqola e'lon qildi. Maqolada mutlaq ko'p sondagi Uyg'urlarning Xitoydan mustaqillik talab qilmaydiganligi va mustaqillikni yoqalaydigan nuqtai nazarlarning Uyg'urlarning Xitoydagi kishilik huquqini qo'g'dash tirishchanliklariga ziyon yetkazadiganligi ilgari surilgan. Ammo yiroq nuqtadan olganda mustaqillik Uyg'urlarning Xitoy davlatidan qutuldirishni kafolatlantirishdagi birdan-bir yo'ldir. Növbətdə Xitoy Şinjan deb ataydigan Sharq Turkiston haqidagi suhbatlar xalqarалық to'qinish ramkasi ichida emas, balki kishilik huquq dafsanchiliklari ramkasi ichida ilib berilyotidi. Xitoy soxtalik bilan Sharq Turkistonning qadimdan tortib Xitoyning bir qismi deb keldi. 2000 yillik uchrashishga qaramay, Xitoy toki 19-asrgacha mazkur rayonda o'zining zo'mgarligini o'rnata olgan emas. Har qaysi sulolalar rayonning bir qismini qisqa vaqt bosgan. Uning bir qismini seliq to'laydigan munosabatga ilib kirgan va uning ichki siyosatlarini manipulyatsiya qilgan bo'lsa-mu, uni hech bir zaman Xitoy imperiyasiga muvaffaqiyatli qaytib yetolmadi. 1877 yili Qing sulolasi Sharq Turkistonni besib oldi.
1884-yili uni rasmiy yo'sinda Xitoychada yangi zaman ma'nosini beradigan Şinjan sifatida o'ziga qo'shib oldi. Arqadan Qing sulolasi bu rayonga Xitoy va Xuyzu, Xitoy musulmonlari mustamlikachilarini yerlashtirdi. Xuddi hozirgi zamondagi nurg'un davlatlarning nomlariga o'xshash Sharq Turkiston nisbatan yangi atalg'udir, ammo bu nom uning xalqi bilan rezonatsiya hosil qiladi. Tarixiy nuqtadan 5-asrdan boshlab O'rta Osiyoning Sharq Turkistonni o'z ichiga olgan mutlaq ko'p qismi Turkiston deb ataldi. Ruslarning 19-asrning boshlarida G'arbiy Turkistonni ishg'ol qilishi bilan Sharq Turkiston degan bu atalg'u bu ikkilisini farqlantirish uchun qo'llanildi. Sistemalik kamsitish, siyosiy girvaklashtirish va Xitoy mustamlikasi Uyg'urlar bilan boshqa Turkiy xalqlarning 1933-yili mustaqillik jakarlashiga sabab bo'lgan mustamlikachilikka qarshi harakatini barliqqa keltirdi. Qisqa umr ko'rgan bu davlat 1934-yili Xitoy Jumhuriyati va Sovet Ittifoqining yordamiga erishgan militarist Chiang Kai-shek yetakchiligidagi Xuyzu va Xitoy kuchlarining birlashmasi tarafidan ag'dirib tashlandi. 1934-yili Sovet besimi ostida Shing milliy barobarlik, diniy erkinlik va mazkur rayonning o'zini o'zi idora qilishi va'da qilingan 8 buyuk siyosatni e'lon qildi. Vaholanki 1937-yili Chiang Kai Sonjongshanning Xitoy mustamlikachilarini yo'tkash va 100 mingdek odamning o'lishi va turmaga ilinishini keltirib chiqargan Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarni keng ko'lamli tozalash orqali Sharq Turkistonni mustamlika qilish planini ishga oshirishga kirishdi. Natijada bu qaytadan jonlangan mustamlikaga qarshi harakatni barliqqa keltirib Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tatar va O'zbeklarning birlashib Sovetlarning yordamida Sharq Turkiston Jumhuriyatini 1944-yili yana bir qatim jakarlashiga turtki bo'ldi. Keyin Mo'ng'ullar bilan Shivalarmi ularga qaytildi. Aysa Yusuf Olibtekin boshchiligidagi ba'zi Uyg'urlar Gomindang davrida Xitoyning ichida tinchlikda birga turishni va avtonomiyani izladi. Ammo ularning talablariga hech kim quloq solmadi. Amerika Markaziy axborot idorasining maxfiyatsizlashtirilgan dokladlarida ko'rsatilishicha, 1949-yili 27-avgust Sharq Turkistonning kelgusi haqida Xitoy kommunistlari bilan suhbatlashishga hozirlangan yuqori darajalik Sharq Turkiston liderlari sirliq aeroplan so'qilish vaqasida o'ldirildi. Xitoy Xalq Jumhuriyati Sharq Turkistonni 1949-yili 13-oktyabrda besib oldi va Sharq Turkiston Jumhuriyatini 1949-yili 22-dekabr kuni ag'dirib tashladi. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonning besib olinishini rasmiy holda Şinjanning tinchlik bilan ozod qilinishi deyishiga qaramay, Urumchi radiosi 1952-yili va 1954-yillari jami 150 ming Xitoy dushmanlarining yo'qotilganligini xabar qildi. Sharq Turkiston besib olingandan beri Uyg'urlar bilan boshqa Turkiy xalqlar Xitoy hukumatining bostirishi xarakterlik mustamlika siyosatlariga to'xtamasdan uchrab kelyapti. Uyg'urlar Xitoylar bilan tinchlikda birga mavjud bo'lishni yoki ularga qarshi turishni izlasin, ular zulmdan qochib qutula olmadi. Hatto mashhur Uyg'ur iqtisodshunosi va mazkur avtorning 27-iyul kuni e'lon qilingan maqolasida Uyg'ur mustaqillikqa qattiq qarshi turuvchi deb qaralgan Ilhom To'xtimi hozir Xitoyda bo'lgunchilikka aloqador jinoyat sababli umrlik qamoq jazosi o'tayotidi. Masxaralikligi Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining sobiq raisi va Ilhom To'xti tarafidan ochiq-oshkora holda Uyg'urlarga ko'ngil bo'lmasdan aksicha har vaqt Şinjanning muqimligi va bexatarligini ta'kidlaydi deb tanqidlangan Nurbekdiri 2018-yili para olganlik bilan ayblanib umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ularning taqdiri bizga Xitoy hukmronligida hech qanday bir Uyg'urning bexatar emasligini bildirdi. Mustaqillik izlash hozirgi aksil qatlam bayonlariga ziyonliqmi yoki foydaliqmi? Uyg'ur mustaqillik harakati yaqinqi hodisa emas. Shundaqla u Uyg'ur qatlamini suiiste'mol qilayotgan fursatparast harakatmi emas. Amaliyotda buning aksi to'g'ridir. Uyg'ur qatlami Xitoyning Sharq Turkistonni mustamlika qilishining bevosita natijasidir. Gerçi u kechikkan bo'lsa-mu natijada Sharq Turkiston mustaqillik harakati Uyg'ur diasporasida texmo olqishga erishyotdi. 2018-yili sentabrda Oqsaroyning Uyg'urlarning hech bo'lmasa diasporadagi Uyg'urlarning o'zlarining kelajagi uchun nimani umid qiladiganligini ma'lum darajada yo'ritib berish ko'zlangan Biz xalq degan rasmiy murojaat bitida bir-biri bilan raqobatlashgan ikki murojaat to'plash faoliyati elib berildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va uningga a'zo tashkilotlar qo'llagan hamda Şinjan, qayta tarbiyalash lagerlari va oz sonli millatlar degan iboralar ishlatilgan birinchi murojaat dunyoviy Uyg'ur diasporasining
12705 imzoga erishdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati qo'llagan va Sharq Turkiston yig'ilish lagerlari, qatliam va besib olingan zamin degan atalg'ular ishlatilgan ikkinchi murojaat ayni vaqtda 108564 imzoga erishdi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish chaqiriqlari aksil qatliam bayonlariga ziyon yetkazmaydi. Aksicha u bu qatliamdan ilgari nimalarning yuz berganligini tarixiy nuqtadan aydinlashtirdi va xalqaro jamiyatga tushadigan necha asrlik Xitoy Sharq Turkiston to'qinishini tonish va u haqida so'zlash haqida besimni kuchaytirdi. Aksil qatliam bayoni bilan mustaqillik harakati bir-birini to'liqlaydi. Oldinqisi Sharq Turkiston kriziga qarata qisqa muddatlik hal qilish chorasi sifatida xizmat qilsa, keyingisi Sharq Turkiston va uningdan hal qilgan rayonlardagi Uyg'urlar bilan boshqa turkiy xalqlarning tinch kelgusini uzoq muddatlik va inshootlik hal qilish chorasi bilan ta'minlaydi. Sharq Turkiston mustaqillik harakati bizni keyingi mustamlika sharoiti haqida texmo kengroq va ijodiyroq yo'l bilan o'ylashga majburlaydi. Bu masaladagi murakkabliklarni ochadi. Uyg'urlarni haqiqiy qutqizish uchun dunyo ularning qo'rqinishidan, xo'rliqdan va zo'ravonlikdan xoli erkinligiga bo'lgan talpinishiga quloq solmasa bo'lmaydi. Agar bu talpinishga sal qaralsa, keskin aytganda Uyg'urlarga nisbatan hech qanday bir ahamiyatli kelgusi qolmaydi. Uyg'urlarni bu qatlamdan keyin nima kutib turdi? Kim Uyg'urlarning hammasi mustaqillik g'oyalaridan voz kechsa, Xitoyning bu qatlamni to'xtatganligi haqida kafolat bera oladi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning o'tgan 2 asrlik tragediyalik tajribasi shuni ko'rsatdiki, ularni 21-asrga o'zgacha ulus sifatida elib kirgani dal Sharq Turkiston mustaqillik harakatidir. Hatto lagerlar bilan turmalardagi barliq Uyg'urlar bugun kecha qo'yib berilgan taqdirdami, ular yanada bostirish xarakterlik muhitda yashashga majburlangan bo'ladi. Sanoqsiz tahditkor kuzatish kameralari, agressiv Xitoy saqchi kuchlari, Uyg'urlarga bo'lgan qonuniy qo'g'dilish va siyosiy huquqlarning kamchilligi qatorliqlar. Uyg'urlarni kelgusida kutib turdig'ini ularni Xitoyga aylantirish tirishchanligidan boshqa narsa emasdir. Uyg'urlar o'zlarining ajdodidan qolgan zaminida tinch, erkin va mustaqil yashashga muhtoj. Chunki buni Xitoy hukmronligi ostida amalga oshirg'ili bo'lmaydi. Mustaqillik Uyg'urlarning g'ururida, tinchlikda va erkinlikda yashashining birdan-bir yo'lidir. Ba'zilarning mustaqillik chaqiriqlaridan voz kechish orqali Xitoy jamoatining hissdoshligini qo'lga keltirishdan iborat bu nuqtai nazari bir xom xayoldir. Biz ta hozirgacha G'arbdagi Xitoy jamoatchiliklarining, ziyolilarining va kishilik huquq aktivlarining mazkur qatliamga bo'lgan qarshiligini nihoyatda oz ko'rib keldik. Aksicha bu yilning boshida to'rda ilib berilgan Xitoy shovinizmining Uyg'ur qatliamidagi roli haqida bir muhokamada Amerikada yashaydigan mashhur Xitoy demokratiya lideri Wei Jinshin hozir Uyg'urlarga yurgizilayotgan qatliamni inkor qila qolmay, balki yana nomussizlarcha Uyg'urlarni Xitoylarga qarshi qatliam ilib bordi deb aybladi. Sharq Turkistonning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlari Xitoy mustamlikchilari tomonidan ilib berilgan necha qitimliq vahshiyliklarning qurboni bo'lib keldi. Ularning nurg'unlari yanada o'zlarining mustaqillikdan iborat bu siyosiy nishonida ching turdi. Agar bu o'zini beg'ishlash va qurbon qilishning ahamiyati tuban mo'ljallansa, Uyg'urlarning nima uchun tarixdan beri o'zlarining erkin va mustaqil bo'lishdan iborat bu umidini saqlab qolish uchun ajallik badal to'lab kelganligini tushuntirish qiyin bo'ladi. Dal bu yerda Uyg'urlarning faxrlanishi bor. Bu Uyg'urlarning Xitoy bo'lishini rad qilish va hammani yo'qotish hisobiga o'zi bo'lishda ching turish jasoratidir. Agar biz bu jasoratni uning chekiga tursak, shuni ko'ra olamizki, Uyg'urlar uchun qul bo'lib yashashdan erkin odam sifatida o'lish afzaldir. Mustaqillik Sharq Turkiston uchun mengiladigan birdan-bir yo'ldir. Xitoy mustamlikasi Uyg'urlarning davomlashayotgan qatlamining manbasidir. Sharq Turkiston surgundi hukumati 12 avgust Twitter hisobida Yexinning maqolasiga raddiya berib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish haqidagi chaqiriqlar irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish harakatiga ta'sir yetkazmaydi. Aksicha Sharq Turkiston mustaqillik harakati irqiy qirg'inchilikning manbasini tarixiy nuqtadan yo'ritib berdi. Butkul insoniyat jamiyatiga asrlardan buyon davomlashgan Xitoy Sharq Turkiston to'qinishini tunutadi. Shundaqla bu to'qinishni hal qilish uchun besim ishlatadi dedi. Hürmetli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.